Qarshi shahrida joylashgan ushbu g'isht zavodi shu paytgacha filtrsiz ishlagan ekan. Tasavvur qiling, undan chiqayotgan tutunlar ekologiyaga qancha zarar yetkazgan bo'lishi mumkin. Shu tufayli bugun ekologiya xodimlari tomonidan mazkur zavod vaqtincha yopilmoqda. Ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi Qarshi shahar bo'limi xodimlari birgalikda shu g'isht zavodga kelib, hozir muhrlash ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Ekologik ekspertiza xulosasini olmagan, gaz chang tozalash qurilmalarini o'rnatmagan. Shuning uchun korxona vaqtincha to'xtatildi. Bu ekologik ekspertiza xulosalarini olib, me'yoriy talablarga javob bergandan keyin bu korxona o'z faoliyatini tiklashi mumkin. Ma'lum qilinishicha, ushbu korxona oxirgi marta 2025-yil oktyabr oyida ishlagan ekan. Tez orada yana g'isht ishlab chiqarish mavsumi boshlanadi. Agar hozir muammoni bartaraf etish choralari ko'rilmasa, atmosferaga yana zararli tutunlar sizib chiqishi mumkin. Qachon filtr o'rnatmoqchisizlar? Men korxonada ish boshqaruvchi bo'lib ishlayman. 2026-yil aprel oyida nasib bo'lsa, filtr o'rnatish rejamizda bor. Kamchiliklar bo'lmaydi, nasib bo'lsa, endi filtrni qo'yishni anaqa qilyapmiz, rejalashtiryapmiz. O'sha aprel oyi reja asosida filtrni qo'ygandan keyin muammolarni hal qilamiz. Alohida ta'kidlash o'rinliki, o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ekologiyaga zarar yetkazgan 4 ta korxona faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Bu kabi nazorat ishlari viloyat bo'ylab davom etadi.